Komil opa, sizni ham kuzatganman va boshqa doktorlarni ham kuzatganman. Nimaga hamma doktorlar xotirjam bo'ladi? Buni keng tushunchada bir tushuntirib beradigan bo'lsam, aynan vrachlar o'sha o'zini studentlik davrida juda ko'p qiyinchiliklardan o'tishadi. O'zi bilan o'zi yolg'iz qoladigan vaqtlari bor. Ko'p narsalarni boshdan kechirishadi-da, aynan shu 8-10 yil davomida. Bizning sharoitimizda, holatimizda, umuman shu 6-8 yillik hayotimiz davomida achinarli holatlar, o'lim holatlari ko'z o'ngingizda bo'ladi. Kimdir yaqinini yo'qotadi, kimdir nima deydi, qiyin ahvolga tushganini, ilojsiz qolayotganini ko'rasiz. Bu hayot haqida umuman bir fikrga ega bo'lishni boshlaysiz siz. Katta muammolarga o'sha oddiy holatda qaraysiz, sizga o'sha kichik muammolar o'sha nima deydi, na kayfiyatingizni buzolaydi, na ruhiyatingizga ta'sir qila oladi. Shu bilan biroz kuchli insonga aylanganingizni o'zingiz bilmagan holatda nima deydi, erishgan bo'lib qolar ekansiz. Men o'zim ham shu tibbiyot oliygohiga kirishdan oldin anchagina sho'x qiz bo'lganman. Nima deydi, yerga ursa ko'kka sapchiydigan deydimi? Xuddi shunaqa bo'lganman, lekin hayotda o'zi aynan shu institutni, hayotini o'zi ham sizni tarbiyangizni, xarakteringizni tomonida o'zgartirib yuboradi. Menimcha shu boshqa doktorlarda ham shunaqa bo'lsa kerak. Ya'ni katta muammolarning orasida sizni bir hayotingizda kichkinagina muammo nima deydi, o'sha sizga ta'sir qiladi.